Janubiy Koreyada deyarli har ikki qadamda shunaqa chiroyli, yam-yashil ko'rib, odamni bahri dili ochiladigan parklarga duch kelasiz. Men avvallari buni sababini suitsid bilan bog'lardim. Ko'pchilikka ma'lum, Janubiy Koreya suitsid bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinda turadi. Biroq bu haqda batafsil o'rganib chiqqanimdan keyin hukumatni parklarga alohida e'tibor berishini 3 muhim sababini topdim. Birinchi sabab, koreyslar uyda emas, tashqarida dam olishni yaxshi ko'radi. Janubiy Koreya dunyodagi aholisi eng zich yashaydigan davlatlardan biri. Ayniqsa Seul va uning atrofida millionlab odamlar baland apartamentlarda yashaydi. Uylar ko'pincha kichik va binolar bir-biriga yaqin joylashgan. Shu sabab ko'pchilik kechqurun daryo bo'ylariga yoki parklarga chiqadi, sayr qiladi, sport bilan shug'ullanadi, oilasi bilan vaqt o'tkazadi. Ikkinchi sabab, tez urbanizatsiya yashil hududlarga ehtiyojni oshirgan. 1960-1990-yillarda Janubiy Koreya juda tez rivojlandi. Shaharlar beton binolar bilan to'lib ketdi. Shundan so'ng hukumat daryo bo'ylari, tog' etaklari va yashil hududlarni saqlash hamda rivojlantirishga katta mablag' ajrata boshladi. Bugungi kunda Seoul Forest va Olympic Park kabi maskanlar nafaqat sayr qilish uchun, balki havoni yaxshilash va shahar haroratini pasaytirish uchun ham muhim ahamiyatga ega. Uchinchi sabab, ruhiy salomatlik. Janubiy Koreyada ruhiy salomatlik masalasi uzoq yillardan beri dolzarb mavzulardan biri hisoblanadi. Shu sabab hukumat yashil hududlar, sport maydonlari va piyodalar uchun qulay maskanlar odamlarning ruhiy salomatligiga ijobiy ta'sir qiladi deb hisoblaydi. Qisqa qilib aytganda, parklar shunchaki chiroyli maskan emas, balki mamlakatni ruhiy, ijtimoiy muvozanatini saqlab turadigan muhim infratuzilma hisoblanadi.